biz jamoamiz bilan hech kim qilmagan tajribaga qo'l urdik. Media olamida birinchilardan bo'lib, tong sahar 6:00 dan maxsus trans vakillari bilan chiqindi yig'ish jarayonlarida qatnashdik. To'g'risi, holatni maqtab bo'lmaydi. Islohotlar amalda bo'layotgani bor gap, ammo bunga insonlarning munosabati juda ham achinarli. Kun tartibimiz soat 6 da boshlanadi. Ko'chalarimiz bor. Hozir futbol qilib yig'ishtirib, grafik bo'yicha mahallamiz bor. Haftada 2 marta kiramiz. Yo'lga chiqqanimizda tabni xira qiladigan holatlar kamroq bo'lsa kerak deb o'ylagandik. Afsuski unday bo'lmadi. Ko'chalarda sochilib yotgan chiqindilar, uysiz hayvonlar tarqatib yuborgan axlatlar, holbuki 50 metr narida chiqindi tashlash joyi bor. Ammo odamlar uydan chiqqan har qanday keraksiz narsani istagan joyiga tashlab ketavergan. Saralash, plastiklarni alohida qilish yo'q. Bu hali biz uchun orzu bo'lsa kerak.